Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana videoni bir ko'ring-da. Bu videoni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring, like, podpiskani bosib o'ting, sabablarini tushuntirib o'taman. Bizning xalqimiz o'zini yaxshi ko'radi. Bu holatlar qanaqa holatlarda kelib chiqadi? Birinchisi ichkilikdan, ikkinchisi charchoq va uxlab qolishdan. Bu holatlarni oldini olish uchun spirtli ichimlik ichganingizda, charchab qolganingizda uyqungiz bormi? Bunda Yakson taksida malakali shofyorlar bor. Buning uchun Yakson taksi ilovasini ko'chirib olasiz Play Market App Store'dan. Unaqaga tushunmayman deydigan odamlar uchun telefon nomerlarimiz bor. Bu holatlarni oldini olish uchun kimdir farzandi maktabga boradi, kimdir farzandi bog'chaga boradi. Bu qanaqa texnika biz zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bizda hammasi mavjud. Damas tarifi, yengil moshin, og'ir moshin. Bizda bu nima uchun bu narsani aytib o'tmoqchiman? Biz birinchi ochiladigan sifatga qaraymiz. Eng malakali shofyorlar hammasi bizda mavjuddir. Yo'q, kimdir reklama uchun qanaqadir o'zini maqtayapti deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bir foydalanib ko'ring. Buning uchun siz bir foydalanib ko'ring. Natijasini o'zingiz guvoh bo'lasiz. Barchangizni kutib qolamiz. Play Market App Store yo telefon raqami.